Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bugun xudo xolisa mangalga qiziqadigan aka-ukalarimizga, даже opa-singillarimizga ham yoqadigan mangal ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli ishlangan. Xo'p, ishchi maydon 2 qavat, toza mramordan kesilgan. Profillari qalin. Ko'ramiz o'zi 3 mm qalinlikdan bo'lgan va 1000 gradus issiqda ham yonmaydigan kraskalardan sepilgan. Shu har doimgidek bu ko'rani sotib olgan odamga 10 ta kavkazskiy issiq qo'shib beriladi. Yelpig'ich va ko'mir yoqish uchun statorlar qo'shib beriladi. Mana shu mangalimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.